Assalomu alaykum yoshlar, yaxshimisizlar? Bu akamiz yosh, 30 yoshli akamiz dadalarini olib kelgandilar. Aslida bundan oldin qo'ygan videomiz shu dadalarini videosi edi. Ya'ni bo'yin tomiridan insult bo'lib 95% ga yopilib, yog'di hisobiga xolesterin yopilib, insult bo'lib, o'sha yili ham olingan. 15-20 million atrofida turadi operatsiya. Yog' olingan. Dadalarni ko'rganimizda bolalar aytib, "Nasl so'radi deyishgandi, aka bitta ko'rib qo'ying" dedilar. Ko'rgandik, men o'zi ishonmadim o'zim, qarang mana. Ko'rdingizmi? Ko'rib turibsizmi? Mana bu sog'lom joyi tomirda, mana ichidagi yog' shu, nagar shu. Mana shu yog' xolesterin, shu bilashka shu. Bu narsa uzilib ketsa yoki bu ham mana yillar davomida dori ichmasa, to'liq tomirda yopib qo'ysa, insult qiladi. Bu aniq bo'lgan narsa, mana o'sha narsa, mana yog' ko'ryapsizlar, mana yog' o'zi qonab yoki bo'lmasa yopib turum qiladi, insult sababchi bo'ladi. Sog' bo'ling, salomat bo'ling, videoga bitta like bosib qo'ying.